Koreyaning eng zo'r kosmetikalaridan foydalanaman. Bu SPF-kasi. Buni yuzingizga surtib olasiz. Bu tonlisi. Mana shunaqa rangda bo'ladi. Buni surtib olamiz yuzimizga. Bu SPF-ka mana ko'rayotganingizdek tonli bo'ladi. Yuzda masalan qora tochkalar yoki poralar bo'lsa, kirib qolmaydi orasiga. Juda ham zo'r tekis yotadi. Mana ko'ryapsizmi? Shu zo'r SPF-kasi. Mana shunaqa qilib surtib olasiz. Bu SPF-ka sizni quyoshdan saqlaydi, birinchidan. Ikkinchidan, mayda ajinlarni yo'qotadi. Yuzni zo'r namlaydi, kuchli namlaydi. Shu zo'r narsa. Buni mazza qilib surtib olasiz. Yuzingizni kechgacha quyoshdan saqlab beradi. Bu SPF-kani faqatgina quyoshdan saqlash uchun emas, yil davomida surtiladi. Chunki bu ham krem hisoblanadi. Yuzni namlantiradi, lifting beradi, ajinlarni tushishini oldini oladi. Yuzingizni zo'r qilib beradi. Mana surtib oldim. Ko'ryapsizmi? Umuman yuzda bilinmaydi.